Nimaga aynan bunaqa birdan video o'qishga xayol kelib qoldi? O'sha paytda hali Instagramda o'lim haqida juda ko'p chiqqanida, rosa ko'p chiqqanda keyin asarda bitta video olamiz dedi, kamerang yoq dedi, yoqdim. Keyin gapiryapti, shunaqa o'lganimdan keyin shu qo'shiqni qo'ygin deyapti-da. Keyin agar o'lib qolsangiz deyapti, Instagramni o'zim yuritaman dedimda. Desam keyin aytayapti, meni ko'p odam taniydi asar, o'shandan keyin dedi. Keyin kamerani o'chirdik, netdik. Ancha vaqtlar o'tdi. O'sha soat, 1 soat, 2 soat vaqt o'tdi. Ikkalamiz gaplashib yana o'tiribmiz. Videoga oldi yana. Yana videoga oldim. Keyin yana gapirib, o'sha ichidagi gaplarni rosa gapirdi. Shu o'lib qolsam asal deb o'yladi. O'sha yerda qo'ying endi bo'ldi, unadi, men u mavzulardan tashqarida bo'laylik dedik, u mavzuni yopib, netdik. Yana necha vaqtlar o'zi o'tgandan keyin mana shu o'lishlardan oldin shu 1-2 haftani ichida o'zgardi. 1-2 haftani ichida o'zgardi-da. Keyin o'zi hamma bilan hali yaxshi gaplashib, hammadan rozi-rizochilik so'rardi. Davron akam bilan ham ko'p urushdi, hali janjallashdi, ikkalasi hazil qildi, bizga ham hazil qildi, gapirdi, netdik-da. Keyin o'zi men ketib qoldim, o'sha avariya bo'lgan kuni ketib qoldim. Soat 2 da Qo'qonga yetib borgan bo'lsam, soat 4 da eshityapman. Nahot deyapman, men deyapman, bekor keldim deyapman.